Kafolat beraman, siz bunaqa jangni aniq ko'rmagansiz. Bir turnirda jangchi 2 marotaba uxlab qoladi. Gap shundaki, janglarning birida ikki raqib oktagonga to'qnash keladi va raund boshlanganidan bir-biriga tashlanib ketadi. Lekin birinchi hujumdanoq qizil shortli jangchi raqibini jag'iga urib uxlatadi va ularning referi ajratadi. Uxlagan raqib o'ziga kelsa, uni kimdir ushlab turibdi. Referini raqib deb parterga o'tib ketadi. Qanchalik kulgili bo'lmasin, referi bir necha soniyada jangchini bo'g'ib turib, uni yana uxlatib qo'yadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, sportsmen do'stlaringizga jo'natib qo'ying. My dear VIP, most cheerful, so smart, handsome, cute, beautiful. Some